Hammaga assalomu alaykum. Hozir elektriklarning ishida bo'lib turadigan bitta qiziq vaziyat haqida ozroq gapirmoqchiman. Xo'p, misol uchun bitta klientga ish qilib berasiz, bir martalik ishini, bir martalik xizmatingizni sotasiz. Misol uchun o'sha kabelini tashlab berasiz, svetini yoqib berasiz, taxlab berasiz, ishini qilib berasiz. Xizmatingizga pulingizni beradi, ketasiz. Undan keyin santexnik ishlaydi, misol uchun malyar ishlaydi, boshqa ishlaydi-da. O'sha kabelni qayerdan o'tganini misol uchun bilish uchun to'xta deydi, hozir men elektrikimga telefon qilaman deydi, keladi deydi, ko'rsatib beradi. Sizga telefon qiladi. Kabellarni qayerdan o'tganini ko'rsatib berib keting deydi. Siz xo'p deysizda, borasiz. Ko'rsatib berasiz, ishini hal qilib berasiz, boyagi odam ishi bitadi. Keyin rahmat, sog' bo'ling deydi-da. Aslida unaqa narsa bo'lishi kerak emas o'zi, chunki siz o'sha odamni ishiga bir marta xizmat ko'rsatgansiz. O'sha odam sizni xizmatingizni bir marta sotib olgan. U bir umrga sotib olgan emas-ku, to'g'rimi? Bir umr siz uni nimaki ishi bo'lsa borib qilib berishga dolj emassiz. Misol uchun o'sha odamlar shu narsani ozroq tushunish kerak-da. Borgandan keyin misol uchun shuncha yo'l bosib borasiz, o'sha narsani qilib aytib berasiz, ko'rsatib berasiz, o'sha narsani ko'rsatib bermasangiz nimadir bo'lishi mumkin-ku. O'sha narsani hisobini olmaydilar-da, ishini chiroyli bitganini hisobiga "Making yur, rozi bo'lib ket" deb nima qilmaydilar-da. Alam qilayotgan nima? Misol uchun siz 1 soat yo'l yurib borasiz. Yana 1 soat qaytib kelasiz. Mayli 10 minutda o'sha yerda ishingiz bitsin. O'zi 10 minutlik ishingiz bor deydi birinchi. Mayli o'sha yerda 10 minutga ishingiz bitadi, lekin siz 1 soat borasiz, 1 soat qaytasiz. Hisobda qilib bering, kim qilib beradi deysizda oxirida. Ya deydi. Ozroq mehr-oqibatli bo'lish kerak-da. Odamlar bir-biriga. O'shanda hammaning ishi o'ziga yarasha chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. U odam sizga bir martalik xizmatingizga pul to'laganda, aka, o'shanaqa akalar, iltimos bundayda, sizlar bizga bir martalik xizmatga pul to'laysizlar. Biz o'sha xizmatingizga ko'rsatib berib kelamiz. Bir umrga emas u xizmat, aka. Har biz bormaymiz emas, qaytib bormasdan sizni, umuman qaytib bormasdan ketmaymiz biz. Boramiz, lekin o'sha borganimizga yarasha, qilib bergan ishimizga yarasha xizmatimizni olishimiz kerak biz. Gapim to'g'ri, hamma yog'i pulga taqalib ketdi, lekin haqiqatan shunda-da o'zi, chunki tekindan tekinga borib hech kimning ishini qilib bera olmaysiz. Bir marta borishingiz mumkin, mayli deb. Misol men boraman, misol uchun bir marta borib ko'rsatib berib nima qilib kelishim mumkin, lekin ha deb chaqiraversa men o'zi bo'lmaydi-da, odamga to'g'ri kelmaydi-da. O'zlaringiz ham bilasizlar bu narsani. Xullas, mana shu gaplar, jigarlar, agar gapim qanchalik rost deb hisoblasanglar, iltimos sizlardan kommentariyada yozib, fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Like bosib qo'yinglar, ko'proq odamlar ko'rsin buni. Podpiska ham bosib qo'yinglar, iltimos. Keyingi videolar o'tkazib olmaslik uchun. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad.